boshqarmani Ustyurt gaz chiqarish boshqarmasi mas'ullari bilan azizlar, bu juda ham quvonchli xabar aslida. Juda ham katta bosimda gaz chiqdi yana Mo'ynoqdan. Barchangizni tabriklaymiz. Xalqimizga muborak bo'lsin. Mana shu akaga savolim bordi. Bu aka nimaga xalqni tabriklayotganingizni tushunmadim lekin. Shu tushunmaganim uchun savol bermoqchiman. Birinchidan, bu Mo'ynoqda chiqqan gazdan bizga nima foyda? Mana xalqqa yo shaxsan menga yo odamlarga nima foyda? Nima Mo'ynoqda chiqmasdan oldin qanaqa edi-yu, chiqqandan keyin nimadir o'zgardimi yo o'zgaradimi? Misol uchun metan zapravkada navbatlar kamayadimi? Yoki limit olib tashaladimi? O'sha xalqqa qo'yilgan limit. Yoki bo'lmasa Turkmanistonga o'xshab gaz tekin bo'lib qoladimi? Yoki mana bu Saudiya Arabistoni, Dubaylarga o'xshab tegidan neft chiqsa, neftdan sotilgan puldan eksportni pulidan berilganidek, bu gazni eksportini pulini ma'lum bir miqdori beriladimi? Nimaga unaqa tabriklab turibsiz? Men tabrigingizni tushunmadim to'g'risi.